Bestuni T77 avtomobiliga original jihozlari bilan 60 talik gaz balon uстановka qilib berildi. Propan gaz uстановka qilib berildi. Xudo xolasa ideal bo'lib chiqdi, xudo xolasa. Mashina haydab ko'rlaysiz? Cho'tkim? Ha, bo'ldi. Xo'p, qo'yilgan jihozlar bilan tanishtirib o'tamiz. Blok upravleniamiz Yevropa gaz brendiga tegishli chempion bo'lgan injektor 48 ga 4. Spesialniy GDI motorlar uchun eng ideal gazda harakatlantiruvchi blok upravleniyadan hisoblanadi. Vysokatskiy rasmoy original Dakota fasunkalari bilan, italyanskiy shrankalari bilan, italyanskiy Nordic original reduktorlar bilan uстановka qilib berildi. Orqa qismiga zapaskani o'rniga 60 talik gaz balon uстановka qilib berildi. Xo'p, gaz balonni joylashishini bitta ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa, mana gaz balon bo'lsa zapaskaning o'rniga ideal tushadi, ko'tarilib qolmaydi. Xudo xolasa zakonniy joylashadi. Bundan tashqari Kia Seltos, Kia e-Tracker avtomobilimiz ham Xudo xolasa uстановkaga jarayoni boshlandi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kimga shunday sifatli, ishonchli va tezkor xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Barcha turdagi avtomobillarga metan, propan gaz uстановka xizmati mavjud do'stlar.